Unsiz va hattoki unsiz tayyorlanadigan shunaqa yumshoqqina bo'lib pishadigan, atigi to'rttagina masalliq ketadigan pirog retsepti bilan bo'lishaman. Ishontirib ayta olamanki, hali hech qaysi o'zbek blogerlarida ushbu retseptni ko'rmagansiz. Ichlari umuman berish bo'lib qolmaydigan 100% garantiyali retsept. Bismillah deb 600 ml qatiq solingan idishga 1 choy qoshiq choy sodasi solib olamiz va yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Qatiqimizni ko'pirib chiqqunga qadar biz quruq massamizni tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi 1,5 stakan maniy kruppa va 1 stakan shakar. Ushbu aralashmamizni yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Ustidan 100 gram eritilgan sariyog' hamda boyiga qatiqli aralashmamizni solib olamiz. Va yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz bir xil massa bo'lgunga qadar. Xamirimizning quyuqligi xuddi videoda ko'rsatilgandek bo'lishi kerak. So'ng esa idishimizni yog'lab olgan holatda ustiga xamirimizni solib olib, 180 gradusga 30 daqiqaga pechga yuboramiz. Agar siz shunaqa tez tayyorlanadigan va oson tayyorlanadigan piroglar retseptlarini qidirayotgan bo'lsangiz, albatta meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Profilim yengil va bunaqa videolardan hali ko'plarini chiqazaman. Pirogimiz 30 daqiqada tayyor bo'ldi. Ustini esa xohishga qarab bezatishingiz mumkin. Men esa zaxirni pudra yordamida ustini bezatib chiqdim. Yumshoqqina pirogimizni biroz sovigandan so'ng dasturxonga tortishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa sizdan like va men davom etaman.